Tak, endi to'lovlarga o'tiladigan bo'lsa, masalan, to'lovga o'tdik. Maoshlarga o'tadigan bo'lsak, bu yoqda mana ishlangan puli, ya'ni oxirgi to'lovdan keyin ishlangan puli. Bu oldingi degani o'sha oldingi to'lovlar va shundan to'langanlari mana bu yerda bo'ladi, yozilganlari. Keyin bu yoqda qarz, ya'ni qanchalik korxona anaqaga o'zini xodimiga qarz bo'ladi. Vedомость создать qilishimiz kerak bo'ladi. Masalan, yangi oylik bermoqchi bo'lsak yoki deylik, mana yangi ведомость создать qilamiz. Yangi ведомость создать qilamiz va mana 31dan 9-chislagacha ведомость yaratish va hisoblash. Okey. Mana masalan, mana shu odamga men to'lamoqchiman yoki deylik hammasiga to'lab bitta odamga to'la olmay qoldim. Bu ochiq holida qoladi, ведомость yopilmaydi. Masalan, to'lashni bosaman va bu yoqda umumiy holat chiqib kelyapti. Mana donalik bo'yicha ishlagan pullari yo'q, bu yerda donalizdan ishlamagan, soatlik bo'yicha, oylik bo'yicha va bonuslar chiqib keladi. Bonuslarda yo'l kira, premiya, ovqat puli yoki va hokazo shunga o'xshash narsalar yoziladi. Uni ham yozsa bo'ladi. Va bo'ldi, to'lovni yuborishni bosamiz va ularga уведомление boradi telefoniga, ya'ni Telegramda tasdiqlash degan сообщение keladi bu yerda. Ular tasdiqlasa, keyin bu yerda tasdiqlandi deb, to'langan deb chiqadi. Tak, mana Telegramga kiradi, xodimimiz to'lovni tasdiqlaydi. Tasdiqlandi. Endi bizada bu yoqda mana stranitsani обновить qilib boramizda, bu yoqda mana ko'rinadi. To'langani 322 ming to'lov turibdi, bo'ldi, tayyor.